Assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar? Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bizda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Endi YouTube'ga mana yana video joylashtirib davom etamiz. Manzilimiz o'zgargan, o'zimizni har galgi biladigan Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga yana mashinalarimizni olib keldik. Eski Do'mbirovodagi joyimiz ba'zi bir sabablarga ko'ra yopilib ketdi. Hozir ko'p joyda Toshkent shahrida buzilishlar ko'p bo'layotgani uchun manzilni bitta eslatib qo'yaman. Mana Glavniy darvoza oldin ishlagan joyimiz. Mana marka Asko'ning ro'parasi. Bu yoq tomon naqd bozor, bu yoq tomon arenda qatori deyshadi. Mana shunday katta ko'chadan kirganinglarda mana masjiddan mana sekin mana boshlanadi. Uzoqqa ham qidirib yurmaysizlar, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Ekranda turgan nomerlarga telefon qilsanglar ham bo'ladi yoki Telegramdan yozsanglar, lokatsiya ham tashlab beramiz. Bugungi obzorlarimiz juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yoq YouTube'ga yana har galgidek videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Xo'p, bo'lmasa ishlarni boshladik. 11 ta viloyatdan kelib xarid qilaverasizlar. Kerakli hujjat pasport, prava, boshqa hujjat kerak emas. Oylik dohod ham kerak emas, kafillar ham kerak emas. Birinchi mashinamiz Monza bo'ladi. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Monza mashinamiz 2023-yil. Kraskalari top-toza, ranglari oppoqqina. Salon holatlarini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Marhamat, ko'ringlar. Yurgani shu 53 mingmi, shunaqa edi probega adashmasam. Mashina zo'r, benzinda, holatlari vobshe zo'r. Balonlar ham yaxshi holatda. Mashinamizni kelib, o'sha boya aytgandek, pasport praviz bormi, kelib xarid qilsangiz bo'ladi. GAI to'lovi, notarius to'lovi, zapret to'lovi hamma xarajati ichida $1200 pul olib kelsanglar, nomiylarga o'tkazib haydab ketsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz Gentra so'raganlarga marhamat, mana lyuklari, ABS'lari bor Gentra 2022-yil motorli atseklari, mashina benzinda, salonlarni ham bitta ko'rib qo'yinglar. Holatlari vobshe zo'r. 56 ming yurgan masofasi. Bunda ham yaxshi balonlar, holatlari cho'tki holatda. Bu mashinamizni ham xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bu mashinamizni xo'p, $1100 hamma xarajati ichida. Oylik to'lovlari esdan chiqibdi. Xo'p, Gentranikini aytaman, 5 yil muddatga olaman desanglar, 5.300.000 dan oylik to'lovi Gentraniki chiqyapti. Xo'p, bu Gentramiz. Buni bir bonus sifatida Avtomix obunachilarimizga qilib beramiz inshaalloh. Mashinamiz mexanika korobka. Yili 2022-yil. Holati zo'r. Mashina benzinda, buni ham chexol, pixol, balon narsalari bor. Holatlari yaxshi. Buni ko'ringlar, bitta salonlarini ham vobshe yaxshi holatda. Probegiga keladigan bo'lsak, 99 ming yurgan, holati yaxshi holatda. Buni sizlarga bonus sifatida qo'yib beramiz. Bunaqa bosh to'lov, mosh to'lov hech narsa kerak emas, faqatgina o'zingizga nomer olasiz, nomer GAIda. O'shani kassa to'lovini qilasiz bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Notariusni ham, zapretlarni ham o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. Siz faqat nomer olishga, kassaga to'lov qilasiz bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Oylik to'lovga keladigan bo'lsa, 5 yil muddatga 4.400.000 so'mlardan chiqarib beramiz 2022-yil mexanikani. Yana bitta Gentramiz 2023-yil avtomat. Bunda metan gazlari ham bor. Mana 4-paketlikni ko'rishinglar mumkin. Holati zo'r. Bunda Amerikanka, Optra, yaxshi balon, shumka, salonlari, mana marhamat ko'rishinglar mumkin salonlarini ham. Vobshe zo'r holatda. Yurgani shu 55 ming atrofida yurgan. Yo'q, adashdim, 42 ming yurgan bu mashinamiz. Faqatgina bitta yo'q narsasi, bitta lyuki yo'q. Qolgan ABS, hamma narsasi bor, optralargacha bor, tonirovka ruxsatnomalari, mejigar pultlarigacha bor. Bu mashinamizni hamma xarajati ichida, GAI to'lov, MAI to'lov, o'sha zapret mapretlari ichida $1500 bilan kelib xarid qilsangiz bo'ladi 11 ta viloyatdan. 1500 bilan xarid qilsangiz bo'ladi, oylik to'lovli 5.100.000 so'mlardan oylik to'lovi chiqadi. Xo'p, arzon avtomat yo'qmi deganlarga uni ham qilib beramiz. Mana bu ham Gentra, bu ham lyuki yo'q, lekin mana ABS'lari bor, mana turibdi ABS'lari oppoqqina, mashina zo'r holatda. Buni ham olish uchun faqatgina nomer olgani kassaga to'lov, faqat nomerga kassaga to'lov qilasiz bo'ldi. Qolgan xarajat yo'q. 2023-yil. Salonlarni ham bitta ko'ringlar. Avtomat korobka. Benzinda mashinamiz. 56 ming atrofida yurgan, boya aytib o'tgandek,
nomer taqqan gayiga to'lovga pul olib kelasiz. Bo'l, boshqa hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Gentra oqidan so'raganlarga marhamat kelib xaridsangiz bo'ladi. Hop, Cobalt so'raganlarga Cobalt 2022-yil avtomat korobka 100 ming yurgan benzinda. Holati вообще zo'r. Hozir salonlarni ko'rsatamiz. Motor otseklari bunda ham yaxshi balon, shiroki balonlar turibdi. Salonlarni ham bitta ko'rib qo'yinglar. Chexollari, holatlari yaxshi. Olib minasiz, hech qanaqa ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysiz. Endi qo'ysiz o'zingiz uchun yo propan yo metan gaz qo'ysiz bo'ladi. Buni ham sizlarga bonus sifatida qilib beramiz. Ya'ni bunga ham shu nomer taqqani kassasi, gayini to'lovini qilasiz bo'ldi. Qolgan xarajat qilmaysiz. Hozirgi kunda gay to'lovini libojodan so'rasangiz, narxini aytishadi. Nomerini taqqani pul olib kelasiz bo'ldi. Oylik to'lovga keladigan bo'lsa, 4 million 470 minglardan oyma-oy to'lovini chiqarib bera olamiz. Yana bitta Cobaltimiz bor. Bu ham yaxshi holatda. Marhamat, mana ko'rishinglar mumkin. 2022-yil bunda metan gazi bor mana. Metan gazlari bilan avtomat korobka. Salonlarni bitta ko'ringlar. 99 ming yurgan. Moshina zo'r, olib minasiz. Xudo xolasa, bunaqa ortiqcha xarajati yo'q, gazlari bilan tayyor. Bu mashinamizni qanaqa qilib beramiz? Endi bu mashinamizga necha pul ketadi desangiz, mashina xarid qilishingizga boyagi GAI to'lovi, notarius to'lovi, zapret to'lovi hammasi ichida 8 dollar pul olib kelsangiz, nomingizga o'tkazib haydab ketasiz. Oylik to'lovini hop 4 million 470 minglardan oyma-oy to'lovini chiqarib beramiz. Nexus 3 yo'qmi deganlarga mana marhamat, Nexus 3 2022-yil avtomat korobka, holatlari zo'r, benzinda yurgan, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Yurgan masofasi 69 mingni tashkil etadi. 22-yil o'sha Nexus 3 oxirgi vipuskalari, bundan yaxshi chexollari, nimalari qo'yilgan, polik-soliklari, yaxshi shiroki balonlari ham qo'yilgan. Bu mashinamizga keladigan bo'lsa, 11 ta viloyatdan kelib xarid qilasiz. Notariusga hamma xarajat ichida 700 dollar bilan Nexus 3 kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Oylik to'lovga keladigan bo'lsa, 4 million 100 ming so'mlardan 5 yillik muddatga xaridsiz bo'ladi. Xullas, mana ko'rib turganingizdek, uzoq emas, mana to'g'ri katta ko'cha, bu glavniy darvoza deydi, mana arka. O'sha yerda shu to'g'ri kirib kelganingizda, mana o'zimizning bayroqlarimiz, mashinalarimiz turibdi. Bemalol kelib, ekranda turgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizani har yana bitta narsadan bilib olsanglar bo'ladi. Har bitta mashinamizni oldida mana shunaqa o'zimizni postavkamiz bo'ladi. Va nomerimizni ustini mana bunaqa avtobus bilan yopib qo'yganmiz. Shuni ajratib olsanglar bo'ladi. Xullas, bu yoqda yana keyinchalik yana qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Agar mashina kerak bo'lsa, mana marhamat ekranda turgan nomerlarga yoki telefon qilinglar yoki Telegramdan yozsanglar ham bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Yoki bo'lmasa Telegram kanaliga qo'shib qo'yilatsanglar, Telegram kanaliga ham qo'shib qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, yaxshi obzorlar qilishda davom etamiz. Xudo xolisa keyingi mashinalarimiz yana Spark yaxshi mashinalardan obzorini qo'yib boramiz. Hammanglarga rahmat, joningiz sog' bo'lsin, bizdan uzoqlashmanglar.